butilkalarimizdan obzorini qilib beraman. Dr. Browns butilkalari bor, buni ham ikki xili bor. Узкий formadagisi bo'ladi va mana bunaqa xuddi Philips Natural modeliga o'xshagan formadagisi bo'ladi. Keyin Bipsdan mana juda ham katta assortimentimiz bor. Silikonoviy, shishali, plastmassaviy, lateks xullas hamma assortimentidan bor. Philips ham hamma assortimenti bor. Shishaligi, plastmassaviysi, antikolik, klassik va natural modellarimiz va Sonex butulочкаlarimiz, Chika butulочкаlarimiz va Komotomo butulочкаlarimizdan bor. Lovi brendimizning butulочкалari bor. Tomi tipi butulочкаlarimiz bor. Ahamiyat bersanglar, Lovining ikki xili bor. Shishaligi bor, so'zga formasi mana bunaqa. Bu ham juda ham onani ko'kragini takrorlaydi. Va mana bu silikon modelidan ham bor. Ampullar mana bu xuddi smart so'zga desa ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, orqa tarafidan burab, potokini regulirovka qilar ekansizlar. Oldin sotmaganmiz, birinchi marta keldi do'konimizga, lekin menga juda ham yoqdi. Sampuldan butulочкалari keldi. Ko'rib turganingizdek, tayyor o'zini ichida konteyneri bo'ladi. Betga suxoy sement solib qo'yasizlar va ichiga suv solib chiqib turasizlar. Bola ichadigan paytida konteyneridagi suxoy sementni bo'shatib, aralashtirib bolaga beraverasizlar. Juda ham qulay ekan.